Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Darsimizni boshlaymiz. YouTube kanalimga xush kelibsiz. So, let's start our lesson. Speaking level up darsimiz. Bugun specifically part 1 qismini to'liq tushuntirib beraman. Part 1 qismini aslida basically tushuntirgan video darslik bor. Bugun chuqurroq yondashamiz level up qilish uchun. Okay, if you're ready, we will start. Har doim dars boshlashdan avval YouTube kanalimga aytaman, iloji boricha darsni eshitib, note taking qilib oling. Agar note taking qila olmasangiz, deylik, yo'lda bo'lsangiz, unda faylni Telegram kanalimda albatta topsangiz bo'ladi. So, let's start. Okay, demak, speaking baholash haqida gapiradigan bo'lsam, birinchi shundan boshlamoqchiman. Speaking baholashda sizdan 4 ta section bo'yicha baholanadi. Grammatika, vocabulary, coherence, cohesion, fluency va pronunciation qismlari tekshiriladi speakingdan. Buni albatta bilishingiz kerak. It is really important. Misol uchun mana grammatika zo'r bo'lsa, vocabulary past bo'lsa, ta'sir qilishi mumkin. Faqat grammatika zo'r bo'lsagina speakingiz zo'r degani emas. Coherence, cohesion bu bog'liqlik, ana qay darajada sizni g'oyalaringiz bir-biriga ulanyapti. How to say, g'oyangiz off topicmi, in topicmi, hikoya aytib berayotganda ulab ketilyaptimi, yo'qmi, shular tekshiriladi. Fluencyda bu ravonlik, pronunciation bu talaffuz, grammatika bu grammatika va so'z boyligi. Okay, endi bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Hammasini bittada tortib ketish kerak. Okay, it is very important. Va undoq qaraganda har biriga 25% dan percentage bersak 100% bo'lib chiqadi va qisqasi har biriga ball beriladi va shundan kelib chiqib speakingizga overall ball chiqadi. Okay, remember. Bu nimaga aytib o'tdim? Chunki speakingiz yaxshi bo'lishi uchun hammasidan yaxshi tortib ketishingiz kerak. Grammatikani ham o'z o'rni bor, vocabularyni ham, hammasini o'z o'rni bor. Endi part 1 haqida gapiradigan bo'lsak, let's talk about part 1. Specifically endi mana seferga tayyorlanayotganlar, multi levelga tayyorlanayotganlar kuzatyapti bu videoni. Part 1.1 qismi bor. Bu partda overall information bersam, A1, A2 leveldagi question hisoblanadi. To'g'risi juda ham oddiy, juda ham oson part hisoblanadi. Simple and daily life questionlar beriladi. Misol uchun, tell me about yourself, who's your best friend, where do you live, where's your hometown, yoki shunga o'xshash savollar. Qisqasi juda ham oddiy savol bo'ladi. Leveli past bo'lgan o'quvchilar ham bemalol javob bersa bo'ladi bu partda. Va bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana imtihonga kiryapsiz multi leveldan va shuni bilingki, part 1 ideal bo'lishi kerak. Har doim o'quvchilarga aytaman, zo'r javob beringlar part 1ni. Har doim. You should be, how to say, perfect in part 1. Chunki birinchidan first impression of examiner eshitayotganda sizdan birinchi kutayotgani o'sha birinchi partlar eshitadi. Part 1 daftarlar bo'lsa, boshqa partlarda ham o'sha motivation tushib ketadi va overall speechlaringiz yaxshi bo'lmasligi mumkin. Part 1 bir ta'sir qilishi mumkin ko'p narsaga, chunki siz endi kirdingiz, endi birinchi bo'lib part 1ni topshirasiz. Shuning uchun part 1 muhim. Xo'p, gapirishga faqat 30 soniya vaqt beriladi. Tayyorgarlik qilishga 5 soniya vaqt beriladi, yes. Xo'p, 30 soniya vaqt ichida siz yaxshi javob berib ketishingiz kerak. Bu uchun vaqt bilan ishlashni tavsiya qilaman va very important narsani tushuntirmoqchiman, juda ham muhim narsa. Birinchisi, be ready. Har doim tayyor bo'ling. Be ready. Qanaqa savol tushishidan, nima kutyapti sizdan examiner? O'zi siz nima berishingiz kerak examinerga? Like how you should respond? Qanaqa savol kutishingiz kerak? Hammasini oldindan bilishingiz kerak-da. Bilmasdan imtihonga kirmaysiz-ku, to'g'rimi? Va shu narsadan xabaringiz bo'lishi kerak. Qanday savol, nima beriladi? To'g'ri expectationlar qo'yishingiz kerak. So, know what to expect. Know what the examiner expects you from. Like, how to say, examinator sizdan nimani kutyapti? Shuni ham bilishingiz kerak-da. Sizdan to'g'ri natural javob berishingizni, savolga to'liq javob berishni, off topic bo'lmaslikni. Endi shularni hozir gapiramiz, okay? Part 1da iloji boricha natural languageda gapirishga harakat qiling. Mana bu yerda yozib qo'yganman. Natural languageda gapirishga harakat qiling. Not difficult language. Qiyin bo'lib ketmasin. Overcomplicated qilib o'zingizni ham examinatorni ham qiynamang. Oddiygina bo'lsa bo'ladi.
Answer as quickly as you can. Qancha qisqa bo'lsa, shuncha yaxshi. Story gapirib yotmaysiz. O'shaning uchun bekorga aytmadim. Sizdan nimani kutyapti? Nima desam, qisqa va lo'nda javob kutyapti. Sizdan hikoya kutmayapti part 1dan, to'g'rimi? Part 2dan hikoya kutadi sizdan. Part 3da general, global mavzular beradi. Part 1da o'zingiz haqingizdagi oddiy ma'lumotlarni so'rayapti. Demak, siz bu yerda oddiy qilib javob bersangiz bo'ladi. Yes? Simple javob bersangiz bo'ladi. Natural language, masalan, mana tasavvur qiling. O'zbek tilida savol berilyapti. Yoqtirgan ranging nima? Mana sizga savol berdim. Yoqtirgan rangi nima deb savol berildi. Siz qanaqa javob berasiz? Adabiy tilda javob bermaysiz-ku, to'g'rimi? Oddiy natural chiqishi kerak. Yoqtirgan rangim yashil rang. Yashil rang menga juda ham yoqadi, chunki am, bu meni tinchlantiradi va ko'pincha bahorda va yozda yam-yashil atmosfera bo'ladi. Misol uchun atmosphere, area, green zonelar yoqadi. O'simliklar yoqqani uchun menga yashil yoqadi menimcha deb oddiy javob berasiz. Yes, juda ham oddiy. Unaqa nimadirlar qilib, fantaziya qilib overcomplicated qilmang. Okay? Mana shu narsani tushuntirmoqchiman. Ko'p o'quvchilarga tushuntiraman shuni. That's why just remember it should be natural, not too hard. Xo'p, keyingi narsa. Keyingi narsa part 1da xavotir olmang. Don't worry about. Nimalar haqida xavotir olmasligimiz kerak? Birinchisi, the quality of your ideas. Quality of your ideas degani ideyangizni kuchi. Qanchalik zo'r ideya bo'lmasin, oddiy ideya bo'ladimi, farqi yo'q. Asosiy sizdan kutilayotgan narsa bu yerda to'g'ri yetkazib bera olishingiz. Tushunyapsiz-a? Mana shunga e'tibor qaratadi. Qani bu yetkazib bera olyaptimi, yo'qmi? Javob bera olyaptimi, yo'qmi? Ideyani kuchliligi, zo'rligi unchalik ahamiyatga ega emas. Asosiy narsa yetkazib bera olishingiz. Mana shu haqida just remember. Part 1dan shuni kutyapti sizdan, ana bu eshitayotgan odam. Ana gapira oladimi, yo'qmi? Savolga javob beryaptimi, yo'qmi? Ba'zilar bor, ba'zi o'quvchilar bor. Qiynashga harakat qiladi, nimadirlar qo'shishga harakat qiladi. Fantaziya qilib tashlaydi. Okay, it's okay, lekin u juda ham overcomplicated bo'lib ketadi, to'xtab qoladi, o'ylab qoladi. O'zini ham qiynaydi, ekzaminatorni ham. No. It is part 1. Okay? So don't worry about the quality of your ideas. For example, sizdan so'ralyapti. Do you like reading books? Dedi. Siz o'ylaysizda hozir nimadirlar javob berishim kerak deb o'ylab o'tirasiz. No. Okay? Don't do it. Just answer as you can. Masalan, tell me about yourself deyapti. O'zingiz haqingizda gapirib bering. Bo'ldi. Okay, my name is Gulmira. I study at the University of something. Like, my hobbies are reading books and playing chess. Specifically in my free time, I enjoy something deb oddiy javob bering. Yetadi shu. Reально zo'r. Chunki part 1dan ko'p savol bermaydi sizga. Asosiy sizdan zo'r speech talab qilinadigan part 2, part 3larga dahshat javob berishingiz kerakda. Part 1 har doim ideal bo'lishi kerak. Ideal deganimda javobsiz qolib ketmasligi kerak. O'zingizni ham ekzaminatorni ham qiynamasdan qisqa lo'nda javob berishingiz kerak, xolos. Whether the examiner agrees with you. Endi bu masalan IELTSga tayyorlanayotganlarga ham maslahatim. Misol uchun qo'shilyaptimi, yo'qmi, ekzaminator nima deb o'ylaydi, farqi yo'q. Just give an answer. Okay? You can lie or say the truth. Xohlasangiz aldab gapiring, hech kim tekshirib o'tirmaydi. Like, rostdan hayotda shunaqa bo'lganmikan deb. No. If you can lie or say the truth. Xohlasangiz rostni ayting. Masalan, menga yoqmaydi deyishingiz mumkin. Kitob yoqadimi o'qish? Yo'q, menga yoqmaydi. Chunki men zerikaman kitob o'qish orqali. That's it. Bo'ldi. Natural chiqsin, tabiiy chiqsin. Keyingi narsa, asosiy part 1dan talab qilinadigan narsa show your fluency as much as possible. Harakat qilishingiz kerak fluencyni ko'rsatishga, ravonlikni, to'xtab qolmasdan. Keyingisi answer the question and give explanation. Asosiy narsa savolga javob berib, sabab berish, sababni aytish. That's it. Davom etamiz. Keyingi narsa bu like questionlarga to'xtalib o'tamiz hozir. Like questionlar degani masalan do you like something? Do you like misol uchun cooking? Do you like playing phone? Do you like learning languages? Do you like cycling? Tushunasizmi? Mana shu do you like questionlarga xohlasangiz yes, xohlasangiz no tarzda javob bersangiz bo'ladi. Masalan yes deganda absolutely yes dan boshlang. For sure dan boshlasangiz bo'ladi. Definitely yes. yoki of course dan boshlasangiz bo'ladi.
No demoqchi bo'lsangiz, I don't really like something something. I don't really enjoy. Okay, I can't stand it. I can't bear it. I can't stand, I can't bear degani chidolmayman. Masalan, kitob o'qishni yoqtirasizmi? Yo'q, to'g'risi kitob o'qishga sabrim yo'q deysiz-ku, chidolmayman. Yoqmaydi, zerikib ketaman. O'qisam uyqum keladi degan bir javoblaringizda ishlatsangiz bo'ladi. Okay, endi mana example'lar ko'ramiz. Masalan, deylik, sizga savol berildi, oddiy savol beraman. Do you like watching films? Yeah? Judayam simple and very common question bu, judayam popular question hisoblanadi. Endi mana ikki xil tarzda javob bersa bo'ladi. Ikki xil metod bor demoqchiman. Birinchi metoddan tavsiya qilaman foydalanishni. Sababni tushuntiraman hozir. Mana qarang. Yes, absolutely I do. Boyadagi frazadan foydalanyapmiz. I like watching films. Bu bilan siz ha deyapsiz va off topic emasligingizni ko'rsatib turibsiz. You are on the track. Aynan siz to'g'ri ketayotganingizni ko'rsatyapsiz. Mana men javob beryapman, to'g'ri yo'lda javob beryapman degan maqsadda in topicligingizni ko'rsatyapsiz. Mana shu javob orqali. Plus bu javobda gapirsangiz, bemalol fikrlaringiz kelaveradida. Ikkinchi yo'lni qarang. Ko'p o'quvchilar mana shunaqa javob beradi. Bu noto'g'ri. I would not suggest to use this method. It's not too good. Like, uncha yaxshi emas. Masalan, yes, I do because. Ketdi. Srazu because ga yopishib oladi. Bilasizmi nima? O'zini o'zi tupikka solib qo'yadi va becausedan keyin sabab aytolmasa qotib qoladi va вообще mayli, mana shunaqa formulada gapirsa ham off topic bo'lib ketish ehtimoli katta. Boshqa narsalarni gapirib yotish ehtimoli katta. Tushunyapsiz-a? Shuning uchun my recommendation is the first way. Yoki mana keyingi savol. Do you like using social media? For sure, I like using social media because it helps me something to create new connections and new friends, something. Tushunyapsizmi? Men hozir boshini ko'rsatyapman. Mana shu frazalardan, boya ko'rsatgan frazalardan foydalanib ishlatib gapirsanglar bo'ladi. Endi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, qanday qilib bo'lsa shunaqa aytyapman. Yes, absolutely I do. I like watching films. Like watching films. Okay, I like using social media. Like using social media. Qanaqa bo'lsa shunaqa ko'chiryapti. Shuni paraphrase holatlarini ham ko'rib ketamiz. Endi paraphrasing holatini ko'ramiz. Nima desam, o'zi har xilcha metodi bor paraphrase qilishni. Paraphrase aslida sinonimlardan foydalanib o'sha ma'noni beruvchi gaplar gapirish. Endi men juda ham oddiysini ko'rsatyapman. Masalan, of course, like ni o'rniga enjoy deyapman mana. I enjoy. Watching demayapmanda, to watch. ing emasda, to plus infinitivni qo'shyapman. Filmsga movies dedim. So, of course, I enjoy to watch movies because it allows me to recharge my mental batteries after a long busy day. Вообще perfect javob chiqdi. Qiyin emas, ko'ryapsizmi? Oddiy, zo'r javob bering. Xatosiz. Keyingisi mana. Do you like using social media? Definitely yes. I enjoy to use social media. Ba'zilar bor, ustoz parafrazni o'rgatgan deydida, social mediani nima deb sinonim olsam bo'ladi deb o'ylab yotadi. Yo'qmi sinonimi? Bo'ldi, o'zim gapiravering. That's it. Bo'ldi, yo'q, social mediaga nima deymiz endi shunday. Social media ham social media. So definitely yes, I enjoy to use social media because it is great way to keep in touch with friends and family members who lives and study abroad. Zo'r javob. Yes, zo'r javob chiqdi. Ko'ryapsiz, paraphrasing qilsangiz bo'ladi. Oddiy javob berib, chiroyli javob berishga harakat qiling. Okay. So, agar no demoqchi bo'lsangiz-chi, yo'q, menga yoqmaydi desangiz, boyadagi frazalarimiz I don't really like, I don't really enjoy it, plus reason berishingiz kerak. Sabab berib keting. Masalan, do you like watching films? Oh, I don't really like watching movies, to be honest, because I find it hard to sit still for a long time. Zo'r chiqdimi? Zo'r chiqdi. Men nimadir demadim, to'g'rimi? Qanaqadir vocab qo'shmadim. Strukturam aniq, tiniq, zo'r, tushunarli, hech qanaqa xato yo'q. Bo'ldi. Shu narsani talab qilyapman. Okay, like questionlar juda ham ko'p. Men tavsiyam most common like questionlarni ko'rib keting. Endi bu yerda prosta qo'yib chiqqanman har xillarini. Yana ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, ko'proq like questionlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, samplelari bilan birga Telegram kanalimda bor, izohlarda qoldiraman, silkani topsangiz bo'ladi. Like question. Masalan, do you like the area where you live? Xuddi boya aytganimdek, yes, no ga javob berib, practice qilinglar. O'shanda mana shunaqa savollar tushib qolsa, bemalol javob berib ketasizlar. Hozir biz faqat sezayotgan bo'lsangiz, like questionlarni ko'rdik. Xo'p, qanaqa savollar yana bor? Hozir
part 1 questionlar ham bor. Masalan, how long do you use your phone? Qancha vaqtdan beri telefoningizni ishlatasiz yoki do you like how often do you carry bags? Qanchalik tez-tez nima desam, o'zingiz bilan sumka olib yurasiz yoki qanaqa film yoqtirasiz degan savollar bo'ladi, to'g'rimi? Like questionlar emas, boshqa savollar. Xo'p, undagi approach qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi navbatda savolni tushuning, nimani so'rayapti sizdan. Okay, off topic bo'lib ketmasligi uchun. Keyin answer directly, to'g'ridan to'g'ri javob berishga harakat qilinglar, cho'zmasdan, okay? Va explanation. Oxirida example bersangiz bo'ladi. Masalan, what's your favorite color? Yoqtirgan rangingiz nima? My favorite color is blue. Bo'ldi, direct answer berdi, to'g'rimi? Savolni tushundi, direct answer beryapti, keyin tushuntiradi. I really like it because it make me feel calm and relaxed. Keyin example bersa bo'ladi. For example, my room is painted in blue color. Misol uchun, xonam ko'k rangga bo'yalgan. Bo'ldi, zo'r chiqadi, very very good answer chiqadi. Mana shunaqa tarzda part 1 ga ishlashingizni tavsiya qilaman. Esingizda qolsin, part 1 bu juda ham muhim part. Muhim deganda ham overcomplicated qilib, advanced so'zlar qo'shishim kerak degan narsa emas. Asosiy qayg'uradigan joylaringiz mana part 2 haqida qayg'uring, part 3 haqida o'ylang, part 1 oson, faqat to'g'ri yo'nalishda ketsangiz. Tushuntirganlarim foydali bo'ldi degan umiddaman. Keyingi partlarga ham videolar chiqadi. So subscribe to my YouTube channel. Hammani kutaman Telegram kanalimda. Ma'lumotlarni bemalol olib ishlatsangiz bo'ladi. So good luck on your speaking exams. See you. Yaxshi qolinglar. Bye.